Bugun sizlar bilan Stata17 dasturini ishga tushirish va uning asosiy komandalari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi navbatda bu dasturning o'zi ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Buning uchun mishkani ikkinchisini bosib, Запустить от имени administratora bosamiz. Mana bu bizda dastur ochildi. Bu Stata17 dasturi. Bu yerda biz mana komanda degan joyni ko'ramiz. Kursor turibdi. Bu yerga biz komandalarni yoza olamiz hamda biz aytgan ishlarni bu yerda bajarib ko'rsatadi. Bu yerda variables turibdi, ya'ni ko'rsatkichlarni ko'rsatadi. Birinchi dasturga hujjat yuklab ko'rsatamiz. Ochamiz. Manda tayyor ma'lumot bor. Bundan boshlaymiz. Mana use deb mana education 2 variable datani ochib berdi bizga. Bu yerda nomi hamda ko'rsatkichlari ko'rsatilgan, daromad hamda ta'lim yillari ko'rsatilgan. Mana bu yerda do faylni ochish imkoniyati bor bizda. Bu bizga nima beradi? Bu yerga komandga yozgan kodlarimiz keyinchalik programmani yopganimizda o'chib ketadi. Do'ga yozgan buyruqlarimizni biza qanday qilib qo'yishimiz mumkin? Bu esida qoladi. Birinchi navbatda bu yerga uchta yulduzcha qo'yib, masalan, birinchi dars deb yozib olamiz. Bu bitta yulduzcha bizaga bu faylni nomini bildiradi hamda kod sifatida o'qimaydi. Do'ga yozganlarimiz bu yerda отражаться qilmaydi, lekin bu yerda ko'rinadi. Birinchi qiladigan ishimiz biza har doim ko'rib olishimiz kerak nima bilan ishlayotganimizni. Biri komandasi yoki browse komandasi deyiladi. Bu ko'rsatib beradi bizga jadval qilib, jadval ko'rinishida. Buni ko'rish uchun mana ustiga bosdik, belgilandi. Belgilangandan keyin mana bu yerda fayl hamda strelkali turibdi. Execute selection degan do'da shuni bosamiz. Mana birinchi navbatda komandada mana biri komandasi berildi. Mana bu yerga yozmasak ham do'da yozganimizni berdi. Xo'p. Mana bizga jadval ko'rinishida ochib berdi. Daromad hamda ta'lim yili ma'lumotni o'rganib chiqish kerak. Orasida yo'q, yozilmasdan qolgan, nuqta bo'lib qolgan ma'lumotlar bo'lmasligi kerak. Bizada kuzatuvchilar soni 40 ta. Mana bu yerda ko'rsatilgan observation 40 ta, variables 2 ta, ya'ni ko'rsatkichlar 2 ta, bittasi daromad, bittasi ta'lim yili. Ketdi. Keyingi buyruqni yozamiz. Mana do faylga o'tamiz. Do faylni enter bosib, uchinchi buyruqni yozamiz. ssc stock. Bu bizga nima beradi? Bu shunaqa kollej bor ekan. Shu kollejda rasmiy bo'lmagan ma'lumotlar bazasi bor ekan. Install bu o'rnatish, sdoc degani dokument formatida degani, ya'ni biz ishlaydigan hamma hujjatlarni, tablitsalarni, diagrammalarni hammasini Word ko'rinishiga o'tkazib beradi. Bu biz uchun juda ham qulay. Chunki statada foydalanganimizda bu yerdagi ma'lumotlarni ko'chirib olish har doim ham iloji bo'lmaydi, to'g'ri chiqmaydi. Wordga tayyor qilib ko'chirib berish biz uchun juda ham qulay. Shuning uchun buni bundoq qilib qo'yamiz. Mana endi biza har bitta ishlagan jadvalimizni tagida sdoc formati chiqadi. O'shani bossak bizga ko'rsatib beradi. Keyingi buyruqlarimizdan, asosiy buyruqlarimizdan bittasi sdoc sum detail deb yozamiz. Bu bizga nimani beradi? Bosamiz. Mana bu yerda chiqdi. Asosiy ma'lumotlarni ko'rsatib beryapti. Observationda qancha bo'lgan, ko'rsatkichlari, o'rtachalari, maksimalniy hamda minimalniy ko'rsatkichlarini chiqarib beradi.
Keyingi buyrug'imiz beshinchisi "Tvoi" degan buyruq bor. Skater, skater, da, da, Captordan keyin probel qo'yib, mana daromad yili copy qilamiz hamda bu yerga tashlaymiz. Bitta probel, ta'lim yili copy keyin bu yerga tashlaymiz. Endi bu buyrug'imizni ko'ramiz. Mana bizaga anaqa ikkita variableslar orasidagi nuqtali ko'rinishni tasvirlab berdi. Nuqtali anaqa munosabatlarni ta'lim yili, masalan, daromad yili nuqtalarini topib berdi. Bu ko'rish uchun judayam muhim qanaqa ko'rinishdaligini. Buni yanada kuchliroq qilish uchun biz bunga yana komanda yozishimiz mumkin. Lift komandasi Lifit degan shu daromad hamda ta'lim yili orasidagi munosabatlar uchun bizlarga ideal bo'lgan chiziqni chizib beradi. Mana aslida mana shu chiziqdan o'tishi kerak edi. Biza bitta, ikkita nuqtamiz shu nuqtadan o'tgan, qolganlari shunga yaqinlashgan. Buni ko'rish imkonini beradi. Bu munosabatini ko'rishga, shuningdek, keyingi komandamizni o'taylik. 7-komandamiz histogram deylik. Histogram chiqdi. Histogram chizib bersin. Daromad, masalan, Instagram daromad ko'raylik, nima qiladi? Instagram bizaga oddiy mana shu daromadni ko'rinishini chizib berdi. Hozir frequency norm deb ham yozamiz. Bu qanday bo'lishi kerak edi? Virgul, mana bu aslida mana shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak edi normal holatda. Lekin mana ko'ryapmiz, bu yerda ma'lumotlar notekis joylashgan, ideal emas degan ma'noda beryapti. Bu mana qarasanglar, daromad yilida 0-5gacha mana bu oralig'ida bo'lgan hamda 5-10gacha daromadlar olganlar soni 15tagacha yaqin bo'lgan. 10tadan 15gacha o'tganlari esa mana shu oralig'ida 5 million oylab olishgan. Bu gistogramma zichligini ham ko'rsatib beradi. Mana 25 milliondan tashqari mana 26 millioni ham bor. Bu jadvalda daromadda qaraydigan bo'lsak, mana o'sha 26 million ko'rinib turibdi. Bu tushunarli histogramma. Endi buni hozir daromad yiliga chizdik. Alohida mana shu tablitsa uchun. Endi buni aynan ta'lim yili uchun ham chizib ko'ramiz. Xuddi shu tartibda kopiya qilib olib, bu yerga qo'yib, daromad so'zini o'rniga mana bu yerdagi variablimiz ta'lim yilini qo'yib ko'rsak ham bo'ladi. Mana ta'lim yilidagi ko'rayotgan bo'lsangiz, boshlanishi kamida 10 yil bo'lgan ta'lim olganlar, uzog'i bilan 20 yil ta'lim olganlar haqida gap ketyapti.
Eng ko'p ta'lim 10 yildan 11 yillar oralig'idagi soni 15tadan ko'p ekan bu yerda. Respondentlar 40ta degandik, o'shalarni deyarli 15tasi mana shu 10-11 yil atrofida ta'lim olishgan. Eng kam 14 yillik ta'lim deb ko'rsatyapti bizga. 3tami, 2tami respondentimiz o'sha oralig'ida bo'ladi. Buyam nima chizyapti bizga? Mana frequency norm mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak edi. Ideal taqsimnota deyapti, lekin bizda ideal taqsimlanmagan. Yana bitta foto ko'rsak, SDOC Wilk bu test hisoblanadi. Shapiro-Wilk testi hisoblanadi. Dalomat ta'lim yiliga deymiz. Bu bizga nima beradi? Bu test bizga eng asosiy ko'rsatkichi P ko'rsatkichi P katta bo'lsa 0,05dan bu bizda HO gipotezasi, ya'ni bizning tashxisimiz to'g'ri edi degan gipotezani beradi. Agar P 0,05dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu yerda og'ish xatolik kattaligini ko'rsatadi hamda gipoteza tasdiqlanmadi degan tomonga qarab yurishimiz uchun asos bo'ladi. Shapiro-Wilk testi judayam muhim hisoblanadi. Ekonometrikada bu o'rganishlarni olib borayotgan joyimizda. Hozircha shu. Buni endi сохранить qilib qo'yish kerak. Mana bu do file esa file save as qilib o'zingizga kerakli joyga saqlab qo'ysangiz ishlatishingiz oson bo'ladi. Rahmat kattakon.